Mamlakatimizda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, jamoat tartibini saqlash, jismoniy va yuridik shaxslar mol-mulklarini ishonchli qo'riqlovini ta'minlash, qo'riqlash xizmatining ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Shu borada tizim doimiy takomillashtirilib, xodimlar uchun munosib mehnat sharoitlari yaratib kelinmoqda. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, qo'riqlash boshqarmasi, Quva tuman qo'riqlash bo'limining barcha qulayliklarga ega, eng so'nggi rusumdagi zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan yangi ma'muriy binosining foydalanishga topshirilishi ham ana shular jumlasidandir. Tantanali ochilish marosimida Farg'ona viloyat hokimi, Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, huquqni muhofaza qiluvchi organlar mas'ullari, keng jamoatchilik vakillari hamda tutash mahalla faollari ishtirok etishdi. Tantanali tadbirda so'z olganlar bugungi kunda qo'riqlash xizmati tomonidan xalq manfaatlari yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar, mahallalarda jinoyatchilikni oldini olishdagi yo'nalishdagi tizimning alohida ahamiyati aytib o'tildi. Tadbirda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va jinoyat hamda huquqbuzarliklarni oldini olishda fidokorlik ko'rsatayotgan bir guruh xodimlar taqdirlandi. Shuningdek, xizmat bilan samarali hamkorlik o'rnatgan tashkilot vakillariga turli darajadagi qimmatbaho sovg'alar hamda faxriy yorliqlar topshirildi. Bunaqa sharoitlar biz ishlagan paytlarda yaqiniga ham kelmagan sharoitlar edi. Bu yerga ajratilgan xizmat avtomobillari, xodimlarga yaratilgan sharoitlar, bu bizni xayolimizga ham kelmagan, ko'rib biz juda ham bir xursand bo'ldik. Shunchalik sharoitlar yaratilibdiki, endi faqat yuragidan chiqarib mehnat qilish kerak xolos-sizlardan. Avvalambor prezidentimizga rahmat, shu imkoniyatlardan foydalanib, ishlarni jadallashtirib, yurtimizga xizmat ko'rsatib, fuqarolarimiz osoyishtalik, tinchligini saqlaymiz. Shundan so'ng mutasaddi rahbarlar va mehmonlar tomonidan ramziy alvon lentalar qirqildi. Tashrif buyurganlar yangi binodagi katta va yorug' xizmat xonalari, jismoniy va jangovar tayyorgarlikni oshirib borish uchun tashkil etilgan sport zallari, barcha zaruriy tibbiy vositalar va anjomlar bilan to'ldirilgan tibbiyot va ruhiy yengillik xonalari, ziyo maskani bo'lmish kutubxonalar va merganlik mahoratini oshirish uchun elektron o'q otish xonalari bilan yaqindan tanishdilar. Shubhasiz endilikda ushbu binoda xodimlar kasbiy va jangovar mahoratlarini oshirib, qo'riqlash xizmati sifatini yanada takomillashtirishadi.